Assalomu alaykum. Bugun biz ehtimollar nazariyasini oid bir misolni ko'rib o'tamiz. Mirzohid 4 xil rangli 50 ta qalam sotib olishi kerak. U hamma qalamlarni bir xil rangda olishi yoki biror xil rangli qalamdan umuman olmasligi ham mumkin. Mirzohid xarid necha xil usulda amalga oshirishi mumkin degan misol. Mirzohid 4 xil rangli qalam olacak. Misol uchun, unda tanlash imkoniyatlari qizil, ko'k, yashil yoki sariq. 4 xil rangdan olish kerak. 4 xil rangdan olgan, misol uchun qizildan nechalardir oladi, ko'kdan nechalardir oladi, yashildan qanchadir oladi, sariqdan qanchadir oladi. Ularni jami yig'indisi 50 ni berish kerak. Ularni jami yig'indisi 50 tani berish kerak. Endi u qizildan bilmayman qanchadir miqdorda olishini yoki ko'kdan bilmayman qanchadir miqdorda olishini, yashildan yoki sariqdan qanchadir miqdorda olishini bilmaymiz. Ularni sonini x1, x2, x3 yoki x4 deb qo'yamiz. Ya'ni bu x1 plus x2 plus x3 plus x4 larning yig'indisi 50 ni berish kerak. Ya'ni masala sharti o'zgardi. Bunday masalalarda shunday bir sonlarni topish kerak. Ularning yig'indisi 50 ni berish kerak degan masalaga aylanib qoldi. Bu yerdan chiqib olishi mumkin. Qaysi 4 dona sonni qo'shsak, ularning yig'indisi 50 ga teng bo'ladi. Misol uchun, bular 50, ya'ni qizil rangdan 50 ta olishim mumkin, qolgan ranglardan olmasligim mumkin. Ya'ni bu yerda masala shartini aytib qo'ydi. U hamma qalamlarni bir xil rangda olishi yoki umuman olmasligi mumkin, boshqa rang, biror bir ranglardan umuman olmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa nechta oladi? 49sini qizil rangni oladi, qolgan bir donasini ko'k rangni oladi, orqa ikki rangdan olmasligi mumkin. Agar biz shu usulda sanaymiz desak, bu haddan tashqari ko'p. Buni sanab chiqish bo'lmaydi. Ya'ni hozir qizildan 50 dona bo'ldi, keyingi safar ko'kdan 50 dona olishi mumkin yoki 49 dan 50 dona, 49 donani ko'kdan yoki 49 donani yashildan yoki 48sini yoki 47sini bu tanlash imkoniyati ko'p. Buning misolini ishlash uchun biza boshqa bir oddiyroq misolga qaytamiz. Men masala shartini o'zgartiraman. Boshqa oddiyroq masalani qo'yaman o'rtaga. Misol uchun shunday bir 3 dona sonni tanlash kerak. Ularning yig'indisi misol uchun 8 ni bersin. Yig'indi 8 ni bersin. 3 dona sonni tanlash kerak, yig'indi 8 ni bersin. Bu masalani shunday bir qo'yish mumkin. Men 8 dona nuqta olaman. Shu 8 dona nuqtani men shuning bir 3 dona qismga bo'laman. Bo'lgan qismdagi nuqtalar yig'indisi 8 ga teng bo'ladi. Misol uchun 3 dona qismga bo'lishim uchun necha dona chiziq o'tkazishim kerak? Chiziq, ya'ni kesuvchi o'tkazishim kerak. Bu yerda misol uchun 2 dona. Kesuvchi o'tkazishim kerak. Shunda birinchi qismda 3 dona nuqta, ikkinchi qismda 4 dona, oxirida esa 1 dona. Ularning yig'indisi 8 ga bo'linib qoladi. Ya'ni men hozir biron bir variant topdim. Yoki bo'lmasa bu 8 dona nuqtani men chiziqlarni 2 dona kesish uchun immunitetdan o'tkazsam bo'ladi. Ya'ni boshqa rangda o'tkazing. Immunitetdan o'tkazsa bo'ladi. Baribir 3 qismga ajraladi. Bu yerda birinchi qismdagi nuqtalar soni 8, ikkinchi qismda yo'q, uchinchi qismdan yo'q. Ya'ni bu 800 degan holatga misol bo'lib biladi. Ya'ni inob misolga. Bunga o'xshab qoladi. Ya'ni men 8 dona nuqtani
yonima ixtiyoriy 2 dona chiziqni qo'yishlar sonini topishim yetarli ekan bu masalani ishlashim uchun. Ya'ni masalan shuni ko'ramiz. Bu yerda 8 dona nuqta bor. 8 dona nuqtani orasına 2 dona drop, ya'ni kesuvchi qo'yamiz. 2 dona dropni joylashtiraman. Bularning umumiy soni esa 10 tani beradi. Ya'ni men endi shuningdek bir masalaga keldim. 10 dona inobat chiziqlardan nuqta o'rnida hisoblab, umumiy 10 dona elementdan ixtiyoriy 2 donasini tanlab olishimiz o'zi yetarli. Ixtiyoriy ikkisini tanlab olishimiz yetarli. Ya'ni menda misol paydo bo'ldi. 10 dan 2 degan. Buni ishlaganda 9 ko'paygan 10 taqsim 2 teng 45 ta. Ya'ni yig'indisi 8 ga teng bo'la turgan 3 dona sonni 45 xil usulda tanlash mumkin ekan. Buning uchun bizlar uni 3 xil qismga bo'lish usulidan foydalandik. 3 ta bo'lakka bo'lish usulidan foydalanib ishladik. Endi bizlarni o'zlarimizni masalaga qaytaradigan bo'lsak, yig'indisi 50 ga teng bo'ladigan 4 xil son tanlashim kerak. Ya'ni menda endi 8 dona nuqta emas, 8 dona nuqta emas. Va hokazo chig'ini umumiy 50 ta nuqta bor. 50 ta nuqta. Shu 50 ta nuqtani 4 ta bo'lakka bo'lishim kerak. 4 ta bo'lakka. 4 ta bo'lakka bo'lish uchun men 3 dona chiziq o'tkazaman, 3 dona drop o'tkazamiz. 3 ta. Jami bizada 53 ta element hosil bo'ldi. 53 dona elementdan endi men shu chiziqlarni xohlagan joyimga qo'yishim mumkin, xohlagan o'rinda qo'yishim mumkin. Shu 53 sidan 3sini necha xil usulda, ya'ni droplarni necha xil usulda tanlash mumkin degan misol qo'yamiz. S 53 ga 3 teng S 53 ga 3 teng. Shunda buna bo'ladi. 51 ko'paygan 52 ko'paygan 53 taqsim 3 ko'paygan 3 teng 2 bilan qisqarsa 26, 3 bilan 51 qisqarsa 17 teng 17 ko'paygan 26 ko'paygan 53 teng 23426 ta holat bo'lar ekan. Ya'ni bizlar o'zi hisoblaganda jami 50 ta qalamdan 4 tasini tanlash edi. Ya'ni formula keltirib chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 50 ta qalamdan biza jami 53 degan songa erishdik. Demak, biza shunday formula yaratamiz. P 53 ni ishlab chiqarsa bo'ladi. 53 ni biza buni n desak, buni k desak, n plus n'dan k degan tanlashim uchun s n plus k minus 1 taqsim k minus 1 desak, shunda formulamiz o'rnida bo'ladi. Bu formulaga stars and bars formulasi deyiladi.